بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الثالث. Üçüncü qismninki 9 dersini o'qiymiz. Bu darsdagi muhim grammatikalik nuqta. 5-2 qaranglar. Tuhzafu nunul musanna va nunul jam'il muzakkar salimi inda al-idafa. İkkilikning nuni va jam'ul muzakkar salimning nuni idofat bo'lganda tushib qoladi, ya'ni mudaf bo'lganda tushib qoladi. Buning misoli ra'aytu bintayni. Bu yerda mudaf bo'lmaganligi uchun nun tushib qolmadi. Ra'aytu bintay Hamidin. Bu yerda mudaf bo'ldi, nun tushib qoldi. Ja'al mudarrisuna. Ja'a mudarrisul fiqhi. Ya'ni bu yerda nun tushib qoldi. Ya'ni mudarrisu mudaf, nun tushib qoldi. Mudarrisunal fiqhi demasdan mudarrisul fiqhi dedik. Abhasu anil mudarrisina. Abhasu an mudarrisi al fiqh. Şu cümlede mudarrisi mudaf bo'lganligi uchun nuni tushib qoldi. Mashqning 3-si istakhrij min ad-darsi al-asma' al-musannata bil majmu'a jam'a muzakkar saliman al-mahzufa nunuha lil-idafa. Mudaf bo'lganligi uchun nuni tashlangan jami muzakkar salim bilan ikkilik ismlarni darsdan chiqaring. Buni o'zingizlar chiqarib baqsanglar bo'ldi. 4-chi تأمل الأمثلة الآتية للمثنى وجمع المذكر السالم المحذوفة نونهما للإضافة. إضافة بوغالغ uchun yani mudaf bo'lganligi uchun nuni tashlangan jami muzakkar salim bilan musanna yani ikkilik ism uchun berilgan tuvandagi misollarni o'ylaning. 1. Igsil yadayka va rijlayka. Ikki qo'lingni va ikki putingni yuvgin. Bu yerda yadayni, rijlayni degandan nun chiqib qolgan. ابن علي في الجامعة وبنته في المدرسة. علينىڭ 2 o'g'li universitetda va 2 qizi madrasada. O'sha yerda ibnani, bintani degandan nun chiqib qolgan. 3. Babal masjidi maftuhani. Masjidning eshigi ochiq. O'sha yerda babani degandagi nun chiqib qolgan, ikkilikning nun chiqib qolgan. 4. Qara'tu fi hazihi al-majallati maqalan an muslimi al-hindi. Men bu jurnalda Hindiston musulmonlar to'g'riliq yozilgan bir maqolani o'qidim. O'sha yerda muslimina jami muzakkar salimning nuni tushib qolgan. Shu muslimi deb kelgan idofat bo'lganligi uchun. Uridu an abi'a darajatayya hatayni. Men bu ikki velosipedni sotishni xohlayman, sotmoqchi. Bu yerda darajatayni degan nun tushib qolgan ikkilikning nuni. Ma ara ahadan min mudarrisi at-tafsir. Tafsir o'qituvchilaridan hech kimni ko'rmadim. O'sha yerdagi jami muzakkar salimning nuni mudarrisina degi nun mudaf bo'lganligi uchun tushib qolgan. Yadrusu fi hazihi al-madrasati 100 talibin. Bu maktabda 200 o'quvchi o'qiydi. Bu yerdami 100tani degi nun tushib qolgan. Ikkilikning nuni mudaf bo'lganligi uchun tushib qolgan. Ishtaraytu hazihi al-arikata bi 200 riyalin. Men bu kresloni 200 riyalga sotib oldim. Bu yerdami ikkilikning nuni mudaf bo'lganligi uchun 200ni bo'lmasdan tushib qolgan. Yani ikkilikning nuni bilan jami muzakkar salimning nuni shuningdek mudaf bo'lgan chaqda tushib qoladi, tushib qolish kerak. Arab tili grammatikasiga qoida shu. Sahabtul yawma 2000 riyalin min al-masrif. Men bugun bankadan 200 riyal oldim. Bu yerdami 2000ni bo'lmasdan 2000 dedi. Ghammadal maridu aynayhi. Kasal ikki ko'zini yumdi. Bu yerdami aynayni degi nun ikkilik ism mudaf bo'lganligi uchun tushib qolgan. Ayna abawaka ya Anasu. Anas dadang opang nerda? Bu yerda abawani degi nun tushib qolgan mudaf bo'lganligi uchun. Qala ta'ala fi suratil masad. Alloh taolo sura masad shunday deydi. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Abi Lahabning ikki qo'li qurib ketsin va qurib ketdi. Bu yerda yadani degi ikkilik ism mudaf bo'lganligi uchun tushiritilgan. 5. mashq. Iqra ma yali. Tuvandagi jumlalarni o'qing, summa kitubhu ma'a kitabatil arqamil waridati fihi bil hurufi. Bu jumlalarda kelgan yani raqam sonliq shaklda kelgan shu sonlarni harflar bilan, ya'ni arabcha xatcha yozing. 1. Ja'a min as-sini hadha al-'ami 100 hajjin. 100 hajjin yerda fa'il bo'lganligi uchun 100tani bo'lish kerak. Mudaf bo'lganligi uchun nun tushib qoladi. Shunga 100 hajjin bo'ladi. Uridu 200 nusxatin min hazal kitabi.
Bu yerda mi'atay maf'ulun bihi bo'lganligi uchun mi'atay bo'ladi. Mi'atayni bo'lish kerak asli. Bu yerda mudaf bo'lganligi uchun nun tushib qoladi. Men bu kitobdan 200 nusxa lozim. Ishtaraytu hazihi sa'ata bi mi'atay riyal. Bu yerda mi'atay harf jar ba kirganligi uchun ism majrur bo'lganligi uchun mi'atayni bo'ladi va mudaf bo'lganligi uchun nun tushib qoladi. Men bu soatni 200 riyalga sotib oldim. Kana adadu tullabil hunudi bil jamiati mi'atayni. Universitetdagi hindistonlik o'quvchilarning soni 200. Kananing xabar bo'lganligi uchun mi'atayni bo'ladi va mudaf bo'lmaganligi uchun nun tushib qolmaydi. 5. Alfa junayhin dafa'ta am alfayni. 1000 junay to'ladingmi yoki 2000 junay to'ladingmi? Alfa degan maf'ulun bihi bo'lganligi uchun zabar o'qiymiz. Alfayni atf bo'lganligi uchun bu zabar shaklida kelishi kerak. Ya'ni mansub bo'ladi. Ism mansub bo'lib ketdi. Bu yerda mudaf bo'lmaganligi uchun nun tushib qolmaydi. 6. Wulida Isa alayhissalam qabla nahwi alfay sana. Isa alayhissalam taxminan 2000 yil ilgari tug'ilgan. Bu jumlada alfayni bo'ldi asli mudaf bo'lganligi uchun nun tushib qolgan. عندي 1000 ريال وعندك 2000 وهذا المبلغ يكفينا. Mende 1000 riyal бар, sende 2000 riyal бар. Bu mablag' bu pul bizga yetadi. Bu jumlada va عندك 2000 mudaf bo'lmaganligi uchun nun tushib qolmaydi. Va mubtada bo'lganligi uchun pish o'qilish kerak bo'ldi. Shuning uchun rafilik holat bo'lganligi uchun alfani bo'ladi. Yadrusu bil jamiati alfay talibin min duval Asiya. Universitetda Osiyo davlatlaridan 2000 o'quvchi o'qiydi. Bu jumlada alfay deb o'qidim. Nuni tashbih deb chunki mudaf bo'lganligi uchun. 6. Adif al-kalimata al-ula ila as-saniyati fi ma yali. Tuvanda birinchi so'zni ikkinchi so'zga mudaf qiling, izofatlik birikma qiling. Ibnani Hamidun. Misali, ibna Hamidin, Hamidning ikki o'g'li deb mudaf ilayhi qildik. Nunni tashbih etdik. Binta Rashidin. نافذة الغرفة مسلم الياباني بنون إسرائيل باب المدرسة نون تشبتم مدير المدارس يداني أنت دبت يداك أبواني أنا دبت أبواي من أطأنم دينجب عيناني هي دبت نوشك كوزي دمكتك عيناها أمد ماشخنا يتنجسي سن الكلمات التي تحتها خط في الجمل الآتية. Tuanki cümlelerdeki astıda sızlıq boğan kelimelerini, sözlerini işkilik kılın. Birinci, Ayna ammuke ya İbrahimu. Bunu misalda dep biriptu. Ayna ammake ya İbrahimu. İkinci, İrfa' yedeke, kulağını köte. İrfa' yedeyke. Maza qalatil mer'atu li bintiha. İşkilik kısak li binteyha. Gasaltu ricli. İşkilik kısak رجلي. أهذا تلميذك؟ شكل قسق تلميذاك. خذ رسالتك. شكل قسق خذ رسالتيك. باع عكاشة بيته. باع عكاشة بيتيه. هذا السوار ثمنه 100 ريال. شكل قسق هذا السوار ثمنه 200 ريال. 200 يمس 200 ريال. 200 نيتي ننجب قلبي. Sivar diyen bilezik. 9. A'taytul ajira 100 riyal. Ajir yani işçiga 100 riyal verdim depti. İşkili qısaq 200 riyalin buludu. Çünkü a'taytu degan fi'lninki maf'ulun bihi sani, ikkinchi maf'ulun bihi bo'lganligi uchun 200 deb o'qiymiz. Mudaf bo'lganligi uchun nuni tashbih etib 200 deb o'qiymiz. Akhuhu tabibun, uning aksi doktor. Akhuning ishkiligi akhavani, mudaf bo'lganligi uchun nuni tashbih etamiz. Şunun bilan akhawahu tabibani. Tabhasu Fatimatu an akhiha. Fatima aksini izlaydi. Buni ishkili qilsak, tabhasu Fatimatu an akhawayha. Mata abuhu. Mata abawahu. ishkili qilsak, mata abawahu bo'ladi. 8. mashq. أضيف الأسماء الآتية إلى ياء المتكلم وضبط الياء بالشكل. Tuanlik isimlarni birinchi shaxsning yasiga mudaf qiling va yani shakl bilan muqimlashtiring. Ya'ni zabar bo'lamdi yoki sir bo'lamdi yaga harakat qo'ying. Ilman mun bilgan holatda.
بأن ياء المتكلم مفتوحة مع اسم آخره ألف أو ياء ساكنة. Birinci şəxsnin yası zəbərlik buludu. Qandaq qismlə kelgəndə desə, isminin axırı alif sakinlik alif yoki sakinlik ya bolsa, birinci şəxsnin yası zəbər buludu, zəbərlik halati buludu. Bunun misali əxavani. Mudaf bolğanda nun çıxıb qaladı, şunun bilan əxavaya. Yəni axır alif sakinlik alif bolğanlıq üçün əxavaya deb ya zəbərlik boldu deməkçi. Uxtani. Uxtaya. Əbəvani, əbəvaya. Sadiqani, sadiqaya. Yəni zəbər oxusaqlan boldu. Zəmilani, zəmilaya. Yədani, yədaya. Aynani, aynaya. 9. أضف الكلمات التي تحتها خط إلى ياء المتكلم وضبط الياء بالشكل. Aslında sızıq sızılğan sözlərini birinci şəxsinin yasığa qoşun, yəni mudaf qılın və yani şəkillər bilən toğurlan, şəkillər bilən bekitin. Yəni zəbərmu yoki zirmu yanın hərəkəti şunu bekitin. Birinci, Ghasaltur ricləyni. İki putni judum. Əmdi ricləyyə özgürəydi. Əsli bu ricləyni idi. Nun çıxıb qalğandan keyin riclay qaldı. Andan keyin birinci şəxsinin yası bilan qoşulub ricləyyə boldu. Ghammattul aynayni. Yani qo'shsaq ghammattul aynayya. İki ko'zimni yumdim bo'ladi. Da'awtus sadiqayni. İki do'stni chaqirdim. Yani qo'shsaq da'awtus sadiqayya. İki do'stimni chaqirdim. Sa'altuz zamilayni. Yani qo'shsaq sa'altuz zamilayya. Rafa'atul yadayni. Rafa'atu yadayya. Mudaftin alif lam chiqib qoladi. Al-ustazani min Misra. Ustazaya min Misra. أين وجدت الدفترين؟ أين وجدت دفتري؟ Mudaf alif lam kirmegənlik üçün alif lam təşvidimiz mudaf boğa vaxtıda. Ondan keyin mudafdan yana ikkilikning, köplikning nun çıxıb qaldığanlıq üçün onu təşvidimiz şunun üçün dəftəriyyə buludu. İnnal axawayni alimani jalilani. Birinci şəxsnin yasını mudaf qısaq inna axawayya alimani jalilani. Mudafdan alif lam çıxıb qaladı çünki. ذهبت إلى مكة مع أبويني. Mekke'ge ata-anam bilan birga bordim. Bununla yani qo'shsaq ذهبت إلى مكة مع أبوي. ضاع قلماني. İki qalem yo'qolib ketdi, yutib ketdi. ضاع قلماي. 10. Kila va kilta uchun berilgan tuvandagi misollarni tafakkur qiling, o'ylaning. Ayna axawaka? Kilahuma fi Dimashq. Sizning ikki akang qani? Her ikilisi Dimashqda. أرأيت المدرسين؟ نعم، رأيت كليهما. أين الطالبتان الجديدتان؟ كلتاهما عند المديرة. أي سورتين حفظت؟ سورنىڭ قايسىنى يادلىدىڭىز؟ حفظت كلتيهما. Her ikisini yadladım. Əmdə bu misallarni o'ylanadigan bo'lsak, kilahuma birinci misalda kila erlik ikkilikni ko'rsatish uchun kelganda kilani ishlatdik. Hem mubtada bo'lganligi uchun kila keldi, rafilik holati bo'lganligi uchun. Ikkinchi misolda bo'lsa, bu erlikni ko'rsatish uchun, ammo maf'ulun bihi, ya'ni nasblik holati bo'lganligi uchun kilay keldi. Uchinchi misolda bo'lsa, ayollikni ko'rsatish uchun kilta keldi, ammo mubtada bo'lganligi uchun kilta bo'ldi. Va to'rtinchi misolda bo'lsa, ayollikni ko'rsatish uchun kilta keldi va maf'ulun bihi bo'lganligi uchun, nasblik o'rni bo'lganligi uchun kiltay bo'ldi. بالعربية كتبت العنوان أم بالفرنسية؟ Adresini Arapça yazdınız mı yoki Fransiya tilida, fransuzcha yazdınız mı? Katabtu bi kiltayhima. Her ikisi bilan yazdım. Bu yerda ism majrur bo'lganligi uchun va lug'at ayollik bo'lganligi uchun kiltayhima keldi. Men minkuma maridul yawm. Bugun ikkalangizdan qaysinglar kasal? Kilana maridun. Her ikkimiz kasal. Alif bo'lganligi uchun va mubtada bo'lganligi uchun kila keldi. من أين الطالبتان الجديدتان؟ كلتاهما من الرياض. Ya da ikki qiziquvni ko'rsatganligi uchun va mubtada bo'lganligi uchun kilta keldi. Ayyal mudarrisayni sa'alta. Ikki o'qituvchining qaysidan so'rading? Sa'altu kilayhima. Har ikkisidan so'radim. Ya da alifni ko'rsatganligi uchun va maf'ulun bihi bo'lganligi uchun kilay keldi. 11. mashq. Tuvandagi savollarga kila va kiltani ishlatib turib javob bering. Buni o'zingizlar ishlab boqsanglar bo'ldi.